dengiz emas, bu suv bor bu. Mana shuning orqasida Abu Simbel ma'bad, arabchada ma'bad deydi, temple deydi, ibodatxona deydi. O'zbekchada endi ma'buda so'zi bor. Shu ma'budalar uyi degani, ma'bad degani. Hozir kiramiz. Shu yerdan kiramiz. Turistlar kirish borishyapti, biz ham kiramiz. Shu yerdan kirdik. Mana shu yerda hojatxonasi ham bor ekan. Mana tiket olamiz. Bilet samakan. Bilet chetdan ekan. Vay, yo 765 so'm biz uchun. Mana 765 so'm, studentlarga 388 so'm. Quyosh tushgan kuni, ya'ni Ramzesni tug'ilgan kuni va taxtga o'tirgan kuni quyosh tushadi. Shu Ramzes o'ziga 1215 so'm. Yaxshi, faqat yana misrlarga 30 so'm, 10 so'm ekan. 765 so'm, ya'ni 16,5 dollarga oldik. Kiramiz chet elliklarga. Tiket, bilet olishda mana chap tarafida visitor center bor ekan. Bu yerda tushuntirishar ekan, nimalar bor. Mana oldin ko'rinishi mana, hozir ko'rinishi shu. Bunaqa bo'lgan. Oldinlari bu chuqurda bo'lganda, tushuntiryapti qanaqa ko'chirganini. Shu suv ombor qurgan paytda ko'chirishgan. Shu Misrning xaritasi bo'lsa, Qohira shu yerda, Luxor bu yerda, biz kelgan joy mana shu yerda mana. Asvan bo'lsa, Abu Simbel eng janubida. Shu yerdan temple nima deydi? Ma'budalari qarab turadi. Janubliklarga o'zini kuchini ko'rsatish uchun. Janubda, ya'ni Sudan hozir bor. Bu paytda Nubiylar bo'lgan. Biz kelgan joy Abu Simbel bo'lsa, yo'lda yana shuncha joy bor. Kirmoqchi edik. Nima qilamiz dedik, vaqt safar. Xullas, mana bu yerda mana yozib qo'yibdi. Nima bo'lganlari hammasini yozib qo'yibdi. Yozilishicha eng qadimgidan bittasi dunyodagi. Miloddan avvalgi 1279, ya'ni 3000 yil oldin 20 metrlik balandlikdagi 4 ta haykal, ikkitasi Ramzes ikkini o'zi, ikkitasi xotini. Mana aytayaptiki, bu yerdagi ichida asosan Kadesh jangi va boshqa mashhur janglar keltirilgan. Hammasi ustidan g'alaba qozonib adabini berganman deb yozgan. Bu yerda shuna qo'yilganki, yilda 2 marta 22-fevral va 22-oktyabr, ya'ni Ramzesni taxtga o'tirgan kuni va tug'ilgan kuni quyosh to'g'ri shu Ramzesni o'ziga tushadi ichiga borganda. Va pastda aytayapti, ayoli o'zi bilan teng bo'yda qo'yilgan Nefertari malika. Odatda bunaqa ayollar juda kichkina qilib yoki makcharoq qilingan, faqat obro'li bo'lgani uchun teng qo'yilgan. Mana oldin mana shu suv ichida bo'lgan. Uni bu yerga ko'chirishgan UNESCO bilan birgalikda. Bu yerda mana podrobni ko'rsatishgan. Mana hozir mana suv bo'lgan, mana oldingi suv bo'lgan bo'lsa, hozirgi suv balandligi mana shu tog' ichiga o'yib qilinganda, yer ichiga. Endi hozir uni tepaga ko'chirib qo'yishgan. Endi ochiqlik tepasi. Bu ichiga kirganda mana ma'budalar, oxirida quyoshning nuri tushadigan joy. 22-fevral kuni, oktyabr kuni mana bunda qutqarish UNESCO bilan birgalikda 64-yil boshlangan, 60-yil so'ragan. 1042 ta katta toshlarga bo'lib, 200 metrlik toshlarga bo'lib ko'chirishgan. 65 metr tepaga ko'chirgan ekan. Bu endi aytayapti, dunyodagi eng mashhur obidalar qachon qurilganligi ko'rsatilyapti. Mana qizig'i, mana miloddan avvalgi 3000 yil, ya'ni hozirdan 5000 yil oldingi vaziyat. 4,5 yil oldin birinchi piramida qurilgan. Undan keyin Angliyadagi Stonehenge toshlari, Welshire degan yerda Xufu piramida mashhur. Iroq. Bundan keyingisi mana biz hozir kelgan joy Abu Simbel Temple, Ramzes. Bu Ramzes odam, Ramzes 2 o'zi asli taxmin qilinishicha Muso payg'ambarni Misrdan haydagan inson mana shu hisoblanadi.
Mana Italiya, Meksika, bunisi Xitoy buyuk devori, Indoneziya. Bu Chilidagi joylar. Bu yerda mana original holati. Birinchi Yevropaliklar kelgan paytda bu mana bu yerda ko'rinadi ko'proq. Qum bosib qo'ygan joy bo'lgan. Qumlar bosib qo'ygan. Ishlari qumlar bosib ketgan. Mana yerlari qumlar tozalashni boshlashgan, keyin qumlardan. Bu yerda yaxshiroq ko'rinyapti. Yevropalik mashhur sayyoh xotini bilan kelib, bu yerlarni kashf qilib, endi o'g'irlash kelgan, pul ishlash kelgan albatta. Ko'p narsalar olib ketgan u. Kesib toshlarga solib. Mana endi hozir bu yerda tozalash ishlari bu ko'chirish ishlari bo'lsa kerak. Ha, qirqib ko'chirganlari, mana qirqqan toshlari qirqib. Bu yerdagi qum bosib yotgan holati, bo'laklarga bo'lishganlari, plus birevlab ko'chirishdi. Hali ham tushuntirib o'tirishibdi, qanaqa ko'chirishganini. Mana bu yerda maketini qilib qo'yishibdi. Bu yerdan kirganda shu yerga kirishadi. Nimalar bor ichkarida. Oxirida mana shu joyga faqat 22-oktyabr va fevral kunlarida quyosh tushadi. Shundan to'g'ri kirib tushadi. O'sha uchun o'sha kuni kirish qimmat. Bu yerdan kiramiz. Bu yerda qoidalari, qarab kirish qoidalari. Kirib chiqamiz. Bunda kirishimiz hamma yoq shunaqa kiramiz. Templ bu yerda. Mana suv ombori, dengiz qo'yishgan. Turistik joy. Dengiz bo'lsa orqasiga o'tyapmiz ekan. Vot. Small temple dedi. Temple o'zi. Ikkita. Mana faraz qilaveringlar. Shu suvlarning ichida shu chuqurlarda asl variant turibdi. Bo'lak qilib, bo'lib qo'yib qo'yishgan ichkariga. Mana o'sha kutilgan odamlarni qaranglar. Misrni Qohiradan 1300 kilometr uzoqda shuncha odam kelganini qaranglar, turistlar, kattaligini qaranglar. O, tepalarda xudochalari ham bor. Har xil rasmlar. Eri xotini. Ayni qizni qaranglar. Qizil ekanmi rangi? Bu bolalari. Vot. Birinchi o'zbek bo'lsam kerak shu yerga kirayotgan. Oy. Dahshat. Birinchi o'zbek kirib ketyapti. Mana kirdik. Bu yerlar chang bosib yotgan bo'lgandi bir vaqtlar. Hamma yog'i changda bo'lgan. Shu bir Yevropalar yomon ko'ramiz o'zimizcha. Lekin ashlar bo'lmasa bu chang bo'lib yo'qib ketardi. Oyog'i. Ko'zini qaranglar. Ba'zi ranglar saqlanib qolgan hozirgacha. Endi bular har xil rang bo'lgan, qizil, sariq, yashil, shunaqa ranglar bo'lganda, bunaqa yer rangi bo'lmagan. Rangi qarang, o'zi kamerada o'zgaryapti. Va. Mani ko'zim lekin boshqa ko'ryapti. Shu yerdan quyosh to'g'ri kelib, qaranglarda. To'g'ri kelib. Quyosh faqatgina ikkitasiga tushsa, uchinchisiga keyin tushadi. Bunisi soyada qoladi baribir. Ular xudolar bular. Bittasi Ramzes bilan birga o'tiribdi. Adashmasam, shu bittasi Ramzes, bittasi uning xotini, keyin qolgani xudosi bo'lsa kerak. Bu yerda mana tasvirlar, endi bilmadim. Ba'zilari urush tasvirlari, ba'zilari nargi dunyoga borayotganligi, har xil tasvirlar. Buni endi tarixchilar bilishadi. Va shu
ismligini bilaman, nimadir ismi shunaqa yoziladi. Xudoga endi nimadir keltiryapti. Nimadir? Hamma yo'q tasvirlar. Bu endi shoh, ya'ni Firavn. Bilmadik nimalar bular. Mana shu kirishdagi birinchi ma'budi bular, bu Firavnning o'zi. Ushlab turibdi Firavnning quroli. Mana yozib qo'yibdi. 1882-yil Stangenmi? Bu yerda yana o'zi 1839-yil Littleton. Bu paytlari hech kim demaganda. Endi bu ham tarix bo'lib qoldi. Kirishda shundoq chap tarafida Qadesh jangi deyishdi. Mana shunisi bo'lishi kerak. Mana jangda mana Ramzes janoblari o'tirib olib ot aravada dushmanlarga o'tyaptilar. Endi bu yerda mana shapkasida bo'lsa bu Ramzes dushmanni mana pichoqlar tiqib urushyapti, tarsillatib. Endi bu yerda mana bu yerda mana Misr askari dushmanni pichoq tiqishyapti. Mana shular orasida bunaqa joy bor ekan. Qilgan ishlarni hammasini mana shu endi jang sahnalarini yozib chiqqan o'zim tilda. Kirgan paytda ikkita joyi bor ekan. Kiradigan mana ishqilib do'malab tushmasa bo'ldi bular. Anti to'kam. Tarafda yana bitta bor ekan. Bitta ranglar xuddi-da rang. Bu tarafda yana bitta bor ekan. Maqsad nima ekan? Shuncha narsa qilish bilan bu yerda bironta ibodat bajarishganmikin? 3000 yil oldingi narsalarni ushlash mumkin emas. Kiraverishda mana ko'rmabmiz, mana bo'yinlariga mana arqon bog'lagan, qul qilib dushmanlarni olib ketishyapti. Xullas, hamma yoq jangu jadal, qahramonliklar, lekin qizig'i bu jangda bu yutmagan. Yutmaganda, lekin tarixda shunaqa deb qoldirgan. Buni asli nimaga qurishgan? Mana shu katta bir dahshat nima deydi, monumentlar, ma'budalar, ular kimga qarayapti? To'g'riga bu yerda dushmanlarga qarayapti. Bu yerda nubiylar bo'lgan. Shu yer chegara. Shu yerdan u yog'i, Nilning u yog'i nubiylar yeri. Bu yerga kelib yurmanglar, bizni buyukligimizni ko'rib, mana qo'rqib ketsin. Shunday dahshat binolar qurib qo'yganmiz. Xudo Amir Temur gapini aytib ketganda, Amir Temurdan oldin. Qudratimizni bilmoqchi bo'lsang, biz qurgan ma'budalarga, obidalarga qara deyishgan. Mana. Endi bu kattasi, bu temple, small temple bu yerda. Unga ham bitta kirib chiqaylik. Small temple debgani, ya'ni kichkina ibodatxona. Shunisi nimaga endi kichkina, haqiqatda kichkinaga o'xshayapti. Narginiston oldida. Dahshat. Birinchi o'zbek deyapmiz, shu yerga kirgan. Balkim bordir, agar bilmasa aytinglar. Kimdir bo'lsa. Manchester City'ning formasini kiyib olganim uchun hammasi marmush deb chaqiryapti meni. Husanov dedi bittasi, sezdi. Temple degani, bu yerda yozib qo'yishibdi, kichkina Abu Simvelning kichkina ibodatxonasi. Bu Abu Simvelning xotini uchun Nefertari va Xudo, vatan, sevgi, musiqa xudosi Xatxor uchun ekan. Qurilgan ekan, shu Xatxor uchun, xudosi uchun ibodatxona quryapti. Bu yerda mana qaranglar, 4 ta o'zi Ramzes, mana soqolidan bilsa bo'ladi Ramzes. Uni soqoli yo'q. Xotini. Unisini soqoli bor, lekin u ham babu xotini. Bu ham orada Nefertari
boshliq bo'ladi shekilli. Shu yerdan kiramiz. Shu yerdan kiramiz. Bu yerda endi bunchalik katta monumentlar yo'q-da, obidalar. Bu yerda endi asosan xotin uchun Toj Mahal bizga ham xotin uchun qurgan-ku. Mumtoz Mahal uchun. Oxirida mana xotinlarning o'zlari xullas shunaqa ko'rinishda ekan. Mana bu mol ko'lchilik. Bu yerda mana xotin kishini, ayol kishiga ikkita xudolar, boshdagi xudolar o'rgizdi. Toj kiydirishyaptimi? Mana bu xotiniga gulob kelyapti shekilli. Mana xursand bo'ling, 8-mart. Aytgancha bugun 8-mart bu. Bugun 2025-yil 8-mart kuni keldik. Ana xudo bu, bunisi xudo, bu hayvon emas. Shoh xudoga narsa olib kelyapti. Kimdir suv, chesnok nimadir shekilli. Bular nimadir ma'nosi bor-da. Tepasi shunaqa ekan. Bitta o'zbek yo'q, faqatgina shu yevropaliklar, xitoyliklar. Biz o'zbeklar faqat piramidaga keladi. Kelsa agar rasm o'chadi ketadi. Nimaligini tushunmasdan rasm uchun. Afsus. Tarixga qiziqadiganlar kam. Hamma yo'lda ayol kishi. Bu yerda mana ayol kishi. Shoh. Firavn xotini. Firavnning kiyimini kiyib olgan. Ya'ni balki shunaqadir tepasida iloni turibdi-yu. Mana qadahmi bu olib kelyapti. Bunisida mana boshqa xudosiga. Mana bu endi Firavnning o'zi xudoga olib kelyapti. Nimadirlar ma'nosi bordir shular. Bu yerda mana qoldirishmabdi. Dushmanini tarsizlatib so'rayapti. Baribir shu urushda hammani yutganmiz, zo'rmiz. Hamma ayoli paddashab turibdi. Endi bu ayol emas, ayol bo'lsa kerak, yo xudosimi? Ayoli menimcha. Ayolini paddash qilgani tufayli urushlarda yutgan. Ata yutmasdik men bo'lmasam deyapti. Bu yerda ham Misr tarixining qiziq tarafi shundaki, Firavn bo'lishning isboti, Firavn ekanligingiz isboti. Masalan, bizda shoh bo'lishning asosi bu otangiz shoh bo'lish kerak. yoki Chingizxon avlodidan bo'lish kerak, xon bo'lish uchun. Bu yerda shoh bo'lish uchun ayolingiz juda bir nomdor oiladan bo'lish kerak. Asosan endi o'sha eng bosh imomning qizi bo'lish kerak. Shunga o'xshagan narsa ularda. Shu yerga kirdik hozir. Mana bu yerga oldinroq kirdik. Bu yerimizda Asvan, bu yerda samolyot uchib yuribdi osmonda. Aeroportda ham bor. Xullas, shu yerdan chiqib ketamiz. Nima deymiz? Dahshat deymiz. Chotki deymiz.